Real hamda Barselonaga transferlar xususida to'xtalib o'tdim. Muxlislar yozibdi, Real haqida kam gapiribsiz boshqa deb turib. Barselona haqida nimaga odatda ko'p gapiriladi? Barselonani nima qilayotganini hozir bilyapman. Misol uchun mana bu futbolchini nima uchun oldi? Va undan Flick qanday foydalanadi? Men Rodrining transferini to'g'ri tushunyapman. Cancelo hattoki eski jamoasi bilan shartnomalarni buzib tashlab boshqa qilib turib kelayotganini ham to'g'ri tushunyapman, chunki u yerda Inzaghi bilan ishlari bitmasdi. 13 ta futbolchi bo'lib ketgan, legioner futbolchilar 10 tasi o'ynaydi bilasiz. U bort tashqarisiga chiqib qolardi. Canceloni ham to'g'ri tushunsak bo'ladi. O'yin tomonlama ham, uslub tomonlama ham juda ham mos keladi. Boshqa transferlar. Adeyemini oladigan bo'lsa, Gordonni umuman o'zi so'raydi. Ammo mana bu Real Madrid olayotgan futbolchilarni men qarayman-da, xuddi Barselona kabi unaqa mukammal bir tushuncha bilan xulosalay olmayman. O'zi Mourinyo'ni Realga qaytishi men uchun bir nonsens bo'ldi. G'alati qabul qildim. Konfliktlar, janjallar, kichik titullar, darajalar tushib bordida va bir Realga kelib qolyapti. El Clasico'da yana bir narsalar bo'lib ketar, lekin Barselona futbolchilari oldingi Barselona futbolchilari kabi ham emasda. Ular provokatsiyaga uchishmaydi. Bu paytda Mourinyoning mana shu istalgan uslubi foyda keltiradimi yoki yo'qmi degan savol bor o'zimda. Misol uchun Maur haqida agar savollar beriladigan bo'lsa javobim yo'q. Uni endi hozir tuzayotgan futbol haqida nima deyish mumkin? Kukurele transferini ham faqatgina Real chap qanotni kuchaytirish niyati ekanligi bilan izohlayman xolos. Ya'ni Mourinyo'ni shunday sahnadan olib tashlasangiz ham ishoning, chap qanotga Kukurelani olib kelsa nima ish qilishini taxminan bilasiz, bo'ldi. Ya'ni Mourinyo tufayli Kukurele kelib qoldi deya olmayman. Mourinyoning qanaqadir futbol falsafasini to'ldirgani uchun shuni ustida ushlash uchun keldi deya olmayman. Misol uchun Rodrini ola olmadi, xo'p, yana Rodridek futbolchi kerak bo'lsa nima uchun yana o'sha Rodrining pozitsiyasiga futbolchi olmayapti? Shuning uchun Real kam gapirilgandir.